Alaykum, aziz yurtdoshlar. Mana navbatda ishlarimizni ham xudo xohlasa tugatib oldik bugun. Xo'p, bu yerimizni bir qavat ayni yo'l ayniga berganmiz. Rangini zolotoy dubdan qilib berganmiz. Xo'p, bu yerimizni uzunligi 15 metr ekan. Xo'p, mana romlarimiz bo'ylari 1.90 bo'lgan. Eni ham 1.95 dan bularimizni. Bularimizni 3 ko'z qilib, o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Romlarimizni ham chiroyli chiqishi uchun mana 3 ko'z qilib splashni qilganmiz oynalarni. Har doimgidek ustunlarni alkifon bilan o'rab berganmiz. Eshiklarimizni ham katta ko'z qilib, balkon profildan ustunligiga qo'yib berganmiz. Eshiklarni profilini ham balkon profildan qilib berdik. Xo'p, eshiklarimizni ruchkalarini yaxshisidan qo'yib berdik. Xudo ochilib yopilishlari ham cho'tki bo'ldi. Xo'p, mana chekada ham bitta ko'zimiz bor. Bunimiz 85 ga 2.30 bo'ylari. Eshigimiz bo'yi ham 2.30, eniga 3.20. Bu chekada romimiz bor. Romimizni ham 3 ko'z qilib, o'rtadan bitta ochib qo'yganmiz. Romda eni 1.85. Xo'p, bu romimiz 3.6 bo'lgan eni. Bo'ylari 2.20 bu yog'imiz. Bu yog'imizning liniyasini ham mana bilan bir xil qilib, mana tepaga ko'z tushirib qo'ydik, bramuga. Bo'lib qo'ydik liniyasini bir xil qilishlik uchun. Xo'p, bu chekamizga ustunligimiz 5 choy qilib alkafondan bukib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi bu yerimiz ham. Xo'p, bu tomonga romimiz bor, robotxonadan kirganda. Xo'p, bu yerimiz ham 3 metr. Bo'ylari 2.20 bu yerimiz ham. O'rtadan bittadan ochilishga berganmiz. Xo'p, akalar, endi bular narx-navosini aytadigan bo'lsak, bu yerimiz 32,5 kvadrat chiqqan. Kvadrati 630 ming so'mdan tushdi. 20 million 500 ming so'mga to'xtadi. Xudo xolasa uyimiz ham chiroyli holatda ekan, ishimiz ashunga yarasha bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlardan ishlar bitkazib beramiz. Hammaga rahmat.